Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzumuz asparagus guli haqida. Qachonlardir bir paytlar kichkinagina sopol tuvakchada bo'yi bir 10-15 sm keladigan asparagus guli olgandim. Unga ancha yil bo'ldi. Asparagus guli juda o'sib ketdi. Men uni ikkiga bo'lib ikki tomonga qo'yib qo'yganman. Bir tomondagi gulimiz mana shunday kattarib ketgan. Buni endi ikkiga bo'lish kerak. Men o'ylayman, katta tuvakka ekilgan bilan bu pastda shuncha nimasiga bu ozuqa yetkazib bera olmaydi deb. Hozir endi shu gulni ko'chirmoqchimiz. Agar ichi tomiriga to'lib ketgan bo'lsa, ikkiga bo'lamiz. Agar unchalik bo'lmasa, tuprog'ini almashtirib qo'yamiz. Hozir shu ishlarni qilib ko'ramiz. Mana bo'yin qatori bo'libdi. Buni hozir ko'chirib tuprog'ini yangilaymiz. Endi tuvakni tuprog'idan tozalab olamiz. Tomirlari qanday bo'lgan ko'ramiz. Buni o'zi ko'chiradigan ahvolga kelgan ekan. Mana tomirlari tiqilib qolibdi. Sen xalaqit berma, o'zim olaman. Buni nima qilsa bo'lar ekan buni? Olib tashlaymiz. Başını koyar. Olib tashlaymiz. Mana bu pufakchalarida asparagus guli sug'organ payti o'ziga suv yig'ishtirib oladi-da. Suvsagan payt ishlatadi. Buni hozir tomirlari kattarib ketgan. Bundan ham katta tuvakka ekib bo'lmaydi, chunki bu tepada turadi. Tepada katta gul turishi xavfli. Bu qandaydir qilib kesish kerak-da buni. Hozir avval tozalab olaylik. Qanday kesishi ma'lum bo'ladi. Juda tomiri rivojlanib ketibdi. Buni qanday kessa bo'ladi endi? Mana bu yerdan yangi shoxchalar surib kelyapti. Mana bitta, mana ikkita. Mana shu turishda ekan. Men buni bo'lishda hisobidan chiqmadim. Asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yana ikkita navda chiqsa 11 ta bo'ladi. Buni ikkiga bo'lsak yaxshi bo'ladi dedim. Buni bo'lishda iloji yo'q. Buni hozir bo'lsam bo'lalman. Endi tomirni kichraytiramiz. Bu pufakchalarni olib tashlaymiz. Buni tomiri tez rivojlanadi. Tomirini kichraytirdik. Endi bunga yangi tuproq tayyorlaymiz. Mana bu yerda bir hissa qum, mana bir hissa chirindi, bir hissa tuproq. Bunga bir hissa torf solamiz va hammasini aralashtirib olamiz. Mana bu gulimizni tomirini kichraytirib oldik. Buni ikkiga bo'lishda hisobi bo'lmadi.
nima drenaj tashladik, ichiga tuproq soldik. Endi buni ekamiz. Tursinda. Mana gulni ekib bo'ldik. Endi buni joyiga joylashtirib qo'yamiz. Mana gulimizni ekib joyiga joylashtirib qo'ydik. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'zgaradi, rivojlanadi, gullaydi. Agar nimada YouTube'da 5 ta eng parvarishi oson gullar deb nima video qilishadi. Agar shunday qilib chiqaradigan bo'lsam, shu birinchi o'rinda asparagusni qo'yaydim. Qishin yozin shu yerda turadi. Yo bir toza havoga chiqsin deb tashqariga olib chiqmaymiz, yo issiqda tursin demaymiz. Juda parvarishi oson gul. Nima o'zi ko'rkam. Shuning bilan videoni tugatamiz. Xayr, omon bo'ling.